Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar. Mana 2022-yil Tarex firmani Duruk navi ekilgan yerga keldik. Bu Toshkent viloyati Quyechirchiq tumanida Toshloq mahallasida. Bu yerda bizani Duruk navimiz ekilgan. Bu yerda taxminiy o'zini holatini, Durukka mana nimaga qodirligini, bu gibridimiz qanaqa kuchga egaligini o'zingizlar ko'rib o'tasizlar. Bu gibridimiz aytilganki boshidan stressga juda ham qattiq chidamli bo'lgan gibrid. O'sha gibridimizni kelib ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin dehqonlarimizda savollar tug'ilyapti har xil. Sizlar faqat boshidan olib syomka qilasizlar degan. O'shaning uchun biz ichkariga kirib, ichkaridan syomka qilishga ham harakat qildik. Dehqonlarimizga tushunarli bo'lishi uchun ichkaridan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana keling, xudo xolasa mana bizning gibridli ekilgan joy, ko'chatning orasini qarasanglar, mana misol mana taxminiy 1 metr olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta, 9 ta ko'chat 1 metr joyda tushgan. Pol 70 ga ekilgan. Shu holatda mana gibridlarimiz bo'lgani, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ryapsizlar. Endi bu yerda yana bitta narsaki, bu gibridlarimiz mana sal ochiqroq joyda o'sha ko'ryapsizlar gibridni qanaqa darajada hosili kattaligini. Endi bu yerda stressga chidamliligini deganimizning sababi nimaga stressga chidamli? Bu holatda bu makkani где-то yerida 65-70% toshi bor yerga bizning gibridimiz ekilgan. Toshli zonalarimizni mana ko'rsanglar bo'ladi. Toshlar mana qanchalik darajada tosh. Bu degani bu toshda bu gibridimiz nima deydi? Toshga ekilgandan keyin toshda hech qanaqa namlik turmaydi. Toshda hech qanaqa misol kerakli, foydali bo'lgan oziqalarni ushlab tura olmaydi. Misol karbamidni beramizmi, misol selitra beramizmi, любой oziqani yerdan makro udobreniylarni beradigan bo'lsak, bu makro udobreniylarni ko'chatga yetkazib berguncha toshdan bu uchib ketadi. Azotli udobreniylar. Endi bu to'g'risida, bu gibridimiz to'g'risida bizani shu gibridimizni ekkan dehqonimiz bilan ham gaplashib o'tamiz. Bizani dehqonimiz shu yerdalar. Endi o'zlari bilan bitta suhbat qilamiz. O'sha suhbatga ham o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Sizlar talabinglarga binoan mana misol YouTube'larda bo'lyapti savollar, boshqa bo'lyapti, dehqonni o'zini ham gapirtiringlar deyapsizlar. Mana o'sha dehqonni gapirtirishga harakat qildik. Keyin yana bitta narsani bilib olsanglar, bitta suv berilgandan keyin bu toshli zonada suv ham 2 kun, 3 kun uzog'i namli, 2 kun, 3 kundan keyin namlik ko'tarilib ketadi yerda. Bu degani stressga chidamaydigan gibridlar bu holatda o'zini ko'rsata olmaydi. Ko'p anaqalarni ko'ryapmiz, boshqa gibridlarni, boshqa firmalarning, kompaniyalarning gibridlarini ko'rsatishyapti. Endi gibridlar kelyapti. U gibridlarning holatini ko'radigan bo'lsanglar, katalogda beryapti. Mana buncha tonna beradi, mana buncha tonna beradi, mana bunaqa tonna beradi. Lekin qanaqa darajada stressga chidamliligini, qanaqa o'zini ko'rsata olishini, qanaqa changlanishi to'g'risida hech qanaqa informatsiya yo'q. Bu gibridlarimizda mana yana bitta narsani ko'rsanglar bo'ladi. Mana changlanishi uchigacha. Mana shu uchida ham shunday darajada hayron qolsanglar bo'ladi. Mana shu uchlarida ham hammasini dom bo'ladi. Shunchalik darajada changlash prosessi ham kuchli bu gibridimizni. Endi mana hozir dehqonimizni o'zi bilan ham bitta gaplashib, bitta o'zingizlarga o'zlari aytib bergan informatsiyani ham qo'shib ketamiz. Mana endi kichkinagina dehqon akamizni o'zlari bilan bitta suhbat qilamiz. Bu yerlarni, bu dehqonchiliklarni yetishtirgan, bu dehqonchiliklar bilan shug'ullanayotgan, gibridlarni ko'rib borayotgan dehqonimiz Quvvatbek aka bo'ladilar. Mana Quvvatbek akaning o'zlarini suhbatlarini olsak, shu suhbatni tushuntirib bersalar qanaqa gibrid to'g'risida qanaqa informatsiyaga ega bo'lganlarini. Quvvatbek aka, gap sizga. Endi gibridga keladigan bo'lsak, gibridga Abdurahmon aka umuman gap yo'q. Bu yerda qanaqa firma ekmasam ham mana shu bo'yli bo'lib 30-40 kunligida nobud bo'ladi. Любое. Siliska ham yaramas edi. Sizni maslahatingizga kirib, mana bu yerimizni o'zingiz ko'rib turibsiz. Toshdan iborat, polni. O'shanga qaramasdan mana endi to'g'ri suv ko'proq ichdi. Zato hosil hammasida bor. 100% bor. Endi dori olishchi, dori berish qanaqalar bo'ldi? Nimalar dori berdi? Dori berib harakat qilib ko'rdik. Abdurahmon aka o'sha telefon bilan siz bilan ham gaplashdim. 5 kundan keyin suv keldi, dori bergandan keyin u yo'q hisobida. Chunki toshga tushgan любой azotniy forma havo uchib ketadi, hammasi ko'tarilib ketadi. O'shandan keyin siz bilan maslahatlashib, faqat suspenziyani ishladim. Bu yerda
To'g'risini aytsam, yarim kilo ham azotni udobrini yegan yo'q. Azotni udobrini yegani yo'q makkajo'xorimiz. Endi okajonim mana o'ziz mana yillardan beri makkajo'xor ekar ekansiz. Ko'p firmalarga borsangiz, ko'p kompaniyalarda mana misol ko'rsatishyapti. Oka, misol hosildorligi 16 tonna, 17 tonna, misol 20 tonna deyishyapti. Ertaga uni olib kelib dalaga ekkaningizdan keyin shu holatgacha mana shunaqa stressga chidaydigan gibrid bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo, hozir aytib turibman-ku, 1,5 metr, 1 metrdan keyin men minusga ishlaganman o'sha mahalla. Faqat minusga ishlagansiz. Ha, bu toshimga chidamagan. O'shanda siz bilan gaplashganda aytganman, aka, u tosh. Siz mana shu do'riq maslahat qilib beruvdingiz. Bizda mana aytib o'tganimizdek, sizga yana bitta o'taman, kuchli gibridlarimiz bor. Ekkanman. 3 ta anti-stressiviy gibridlarimiz bor. Bu anti-stressga juda ham chidaydigan gibridlardan ikkitasi bu gerdani bilan duruk bo'ladi. Bu вообще qattiq stressga chidaydi. Bemalol nima deydi? Changlanishda mana ko'rasiz, hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Hech qanaqa xatolik yo'q. Mana o'zingizda ham mana sinib ketgan ko'chatlar dedingiz. Buni ariq ko'mib ketgan. Ariq ko'mib ketgan ko'chatlarning holatida ham shunda ham mana ko'rasiz qanaqa darajada doni bor. Shu ham don ushagan. Mana keyin ichkarida standartli bo'yicha Quvvatbek aka, ichkarida standartligini siz o'zingiz aytdingiz, qanaqa bo'lar ekan, qanaqa holatda bo'lar ekan dedingiz. Mana okajonim ko'chat qalin tushgan joylaringizda ham ko'ryapsiz, Xudoga behisob shukr, makkajo'xorlarimiz hammasi polnotsенный ushyapti. Keyin mana ichkariroqqa kiringlar deyishdi, ichkarida syomka qilinglar deyishdi. Quvvatbek aka, mana o'zingiz bilan ham kirdik, o'zingiz bilan ham syomka qildik. Muammo ko'rdingizmi bu makkajo'xorda yo'q ko'rmadim? Yo'q. Muammo ko'rganim azotni udobrini bera olmagan, bundan ham zo'r bo'lardi. Azotni udobrini bersangiz, bundan ham kuchli bo'lardi, bundan ham o'zini yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilardi. Urug'ning muammosi emas, u meni muammoyim bo'ldi. Xudo xolasa, yana yangi gibridlarimizda Quvvatbek aka o'zingiz bilan birgalikda ishlaymiz. Bu toshli zonalaringizda yana bir ikkita sinaydigan gibridlarim bor. O'sha gibridlar bo'yicha ham taxminiy o'zingiz bilan tushuncha hali alishib, fikr alishib, xudo xolasa ishlasak, bu bizani nima deydi, bizga sababini qilsak, Alloh berguchi. Alloh rizqimizni keng qilib beradi, Alloh nasib qilsa. Keyin mana o'zingiz bu orada biz ololmay qoldik. Bizani yana bitta albayrak degan namimizni ham ekdingiz, to'g'rimi? Ekdim. Albayrakni siz bu paytda bir insonga ziyon, anaqa foyda bo'lgani uchun silosga olaman dedilar. Shu silosga sotdingiz uni ham. Shu albayrak namimizdan qancha hosil oldingiz? Taxminiy bir 75 tonnadan baland. 75 tonnadan baland, почти 80 tonnaga yaqin. Xudo xolasa, u gibridimizni ham ko'rdingiz. Bizani gibridlardan ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi? To'lish darajasini aytaveraymi? Aytavering aka, bemalol. 380% ga to'ldi-da. Mashalloh aka, Xudo xolasa, bundan buyog'iga ham dehqonchiligingizga Alloh baraka beraversin. Hali bundan keyin ko'p yillar davomida ishlaymiz, yangi gibridlarimizni o'zingiz bilan birgalikda sinaymiz. Sizga rahmat aka, boringizga shukr. Rahmat. Mana hurmatli dehqonlar, endi dalamizni orqa tarafiga o'tdik. Orqa tarafida ham nima holatligini ko'rsatib berish uchun mana bu yerda mana ko'ryapsizlar, mana tosh qanaqa darajada ketganini. Mana so'talarimizni ko'ringlar. Makkajo'xorining bo'yini qarang. Makkajo'xorining bo'yi o'solmagan. Makkajo'xoriga yetishmovchilik juda katta bo'lgan, bu yerda oziqa baza umuman yo'q. Shu holatda ham makkajo'xorini mana so'talarini qaranglar, ikkitadan ham so'ta ushagan, mana qarang, toshlarni qarang. Qanaqa darajada toshlar yerda. Buni hurmatli dehqonlar yaxshi ko'rib olinglar. Kimma qanaqa nima deydi, stressga chidaydigan gibridlari bo'lsa, bemalol solishtirib olaverasizlar. Shunaqa joyda syomka qilib, shunaqa joyda ko'rsatish olganmi? Keyin yana bitta vapros. Bu yerda biz o'zimiz ham hayron bo'layotgan narsamiz, dehqon akamiz qanaqa bu yerda narezka ishlatganlar, qanaqa qilib bu yerda kultivatsiya ishlatganlar, o'shalariga biz tushunolmayroq turibmiz. Bu yerda menimcha bir marta texnika ishlagandan keyin ikkinchi marta o'sha remontga talab bo'lib qolsa kerak. Bo'tdi mana holatlarini mana pachatkalari mana qaranglar. Mana dalani eng oxirida turibmiz. Mana pachatkalari. Mana hosillari. Hosillarni qaranglar, hurmatli dehqonlar. Shuning uchun biz aytib o'tgan narsamiz, duruk namimizni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Qanaqa holatda bo'lishini. Mana dalani orqa taraflari. Mana kechroq chiqqan uchun hali rivojga ega emas. Mana makkalarimizni bu yoq taraflarini ham mana pachatkalar. Hammasini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'chat orasi yaqin tushgan joylari ham
qanaqa darajada bo'lib turibdi. Mana pachatkalarimiz. Endi shu pachatkalar turgan joyi yerini olib bering mana odamlarga. Mana yerini ko'rsin, qanaqa darajada bu yerda yer ko'rinib turibdi. Bu yerda yer bormi o'zi yoki yo'qmi? Bu yerda tosh, faqat toshdan iborat bu yerlar. Mana dalamizni hamma butun orqa tarafi, bu yoq tarafida ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Holatlarini mana ko'rib chiqamiz. Mana Makkajo'xorni qaysi tarafiga qaramay, hamma joyida so'ta juda ham go'zal, juda ham zo'r ushlagan mana. Mana gibritlarimiz so'ta ushlash. Mana hech qanaqa muammo yo'q. O'shaning uchun anti-stressiy yer holatlari agar og'ir keladigan bo'lsa, bizani ko'p qanaqa deb aytsak bo'ladi, super gibritimiz, bu yerda Druk bilan Gerdano degan gibritimiz mana shunaqa stressiy joylarga ham bemalol tushadi. Buni sizlarga bu yerda dehqonchilik qilgan Quvvatbek akam ham aytib o'tdilar. Xudo xolasa yana keyingi yillarga bundan ham kattaroq joylarga, bundan ham stressi kuchliroq joylarga borishga harakat qilamiz. Endi bundan stressi kuchli joy bormi yo'qmi, endi uni Xudo biladi. Biz mana eng toshloq zonaga keldik. %70%, 70-80% ham desak bo'ladi, toshdan iborat joy. Xudo xolasa shu yerda o'zini gibritimiz juda ham yaxshi ko'rsatdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana boshqa syomkalarimizda ham Xudo xolasa boshqa gibritlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Rahmat sizlarga.